Diqqat qiling. Ayniqsa 65 yoshdan oshganlar, pensiyaga yaqinlashayotganlar, hozir pensiya olayotgan ota-onasiga yordam berayotganlar va mehnat stajini qanday hisoblashni bilmayotganlar uchun bu ma'lumot juda muhim. 11 sentyabrdan keyin pensiya, nafaqa, ish staji, hujjatlarni tekshirish va ayrim toifalar bo'yicha tartiblarda keskin o'zgarishlar bo'lishi mumkinligi haqida ko'p savollar tushyapti. Men bugun shu mavzuni oddiy tilda, kimga ta'sir qiladi, kim xavotir olishi kerak, kimning holati o'zgarmaydi, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak, hammasini birma-bir tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta e'tiborsiz qoldirilgan hujjat ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Men avvalo eng muhim narsani aytib qo'yaman. Pensiya masalasida odamlarni eng ko'p qiynaydigan narsa bu faqat pensiya yoshi emas. Asosiy muammo ko'pincha 3 ta joyda chiqadi. Ish staji to'liq tasdiqlanmagan bo'ladi. Oylik maosh to'g'ri aks etmagan bo'ladi yoki odam qaysi hujjat qachon kerak bo'lishini bilmay yuradi. Natijada fuqaro pensiya yoshiga yetganida yillar davomida ishlagan bo'lsa ham ayrim davrlari hisobga olinmay qolishi mumkin. Bu esa to'g'ridan to'g'ri pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Oldingi tartibda ko'pchilik shunday o'ylardi. Men ishlaganman, mehnat daftarcham bor. Demak hammasi joyida. Lekin amalda har doim ham bunday emas. Masalan, korxona yopilgan bo'lishi mumkin, arxivga hujjatlar topshirilmagan bo'lishi mumkin, ish haqi qaydnomalari yo'qolgan bo'lishi mumkin. Yoki odam norasmiy ishlagan davrini stajga qo'shtiraman deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda esa og'zaki gap emas, hujjat ishlaydi. Men doim aytaman, men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi dedi. Men ishlaganimni tasdiqlaydigan hujjat bor degan holat kerak. Endi o'zgarishlar haqida gapirsak. Muhokama qilinayotgan, kuchaytirilayotgan yo'nalish shundan iboratki, pensiya tizimida ma'lumotlarni raqamlashtirish, staj va ish haqi bo'yicha tekshiruvlarni aniqroq yuritish, ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirish, lekin shu bilan birga noto'g'ri tayinlangan to'lovlarning oldini olishga katta e'tibor qaratilyapti. Ya'ni bu yerda ikki tomon bor. Bir tomondan odamga yengillik bo'lishi kerak. Idora yugurmasin, ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinsin. Ikkinchi tomondan bazada xato bo'lsa yoki ma'lumot yo'q bo'lsa, fuqaro o'z huquqini isbotlashga tayyor turishi kerak. Men endi kimlar birinchi navbatda e'tiborli bo'lish kerakligini tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyaga 5-10 yil qolganlar. Ya'ni 45-65 yosh oralig'idagi fuqarolar. Nega aynan shu yoshdagilar? Chunki bu davrda odam hali hujjatlarni tiklashga ulguradi. Korxona arxivi qayerda, eski ish joyi hujjatlari qayerga topshirilgan? Mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'rimi? Elektron mehnat tizimida davrlar aks etganmi? Bularni tekshirishga vaqt bor. Pensiya yoshiga bir oy qolganda boshlasa, ayrim masalalarni hal qilish qiyinlashadi. Masalan, bir erkak kishi 1995 yildan 2005 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan va bo'shagan sanalari bor, lekin korxona keyinchalik yopilgan. Agar arxiv hujjatlari topilmasa, u davrni to'liq tasdiqlash muammoga aylanishi mumkin. Agar o'sha kishi ehir yoshda tekshirsa, arxivga so'rov beradi, sobiq tashkilot vorisi bormi aniqlaydi, tuman arxiviga murojaat qiladi. Lekin 60 yoshga yaqin borganida vaqt siqiladi. Pensiya tayinlash kechikishi mumkin. Ikkinchi guruh hozir pensiya olayotganlar. Ayrim pensionerlar menga pensiya tayinlangan, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Ko'p holatda pensiya tayinlangandan keyin ham qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, avval hisobga olinmagan staj topilsa, ish haqi bo'yicha yaxshiroq davrni tasdiqlaydigan hujjat chiqsa, qonunchilikda ayrim koeffitsient yoki ustama bo'yicha aniqlik kiritilsa, fuqaro murojaat qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Har bir holat alohida ko'riladi. Uchinchi guruh norasmiy ishlagan yoki o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. Mana shu yerda juda katta tushunmovchilik bor. Odam bozorda savdo qilgan, ustachilik qilgan, uyda tikuvchilik qilgan, yuk tashigan, mavsumiy ish qilgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya tizimi uchun asosiy savol shunday. Bu davrda ijtimoiy soliq yoki tegishli to'lovlar bo'lganmi? Faoliyat rasmiy ko'ringanmi? Hujjat bormi? Agar odam 10 yil norasmiy ishlagan bo'lsa, lekin hech qanday rasmiy to'lov qilmagan bo'lsa, keyin men ishlaganman deb staj talab qilishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun men 45 yoshdan oshganlarga aytaman,
bugundan boshlab ishni rasmiylashtirish, to'lovlarni ko'rsatish. Faoliyatni hujjatlashtirish pensiya uchun juda muhim. Keling raqamli misol qilamiz. Ikki ayolni olaylik. Birinchisi 25 yil rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasida yozuvlar bor, ish haqi ma'lumotlari bazada aks etgan. Ikkinchisi ham 25 yil mehnat qilgan, lekin uning 12 yili norasmiy bo'lgan. Hayotiy jihatdan ikkalasi ham mehnat qilgan, oilasini boqqan, lekin pensiya tayinlashda rasmiy tasdiqlangan staj hisobga olinadi. Natijada birinchi ayolning pensiyasi yuqoriroq chiqishi, ikkinchisida esa minimal talablar yetishmaydigan staj yoki kamroq hisob-kitob muammosi paydo bo'lishi mumkin. Bu adolatsizlik deb tuyuladi. Lekin tizim hujjat bilan ishlaydi. 4-guruh chet elda ishlagan fuqarolar. Bu ham juda nozik masala. Odam Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin chet eldagi ish davri har doim avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shilmaydi. Bu yerda davlatlar o'rtasidagi kelishuv, rasmiy mehnat shartnomasi, to'lovlar, tegishli ma'lumotnomalar katta ahamiyatga ega. Agar fuqaro chet elda rasmiy ishlagan bo'lsa, u mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sug'urta yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha hujjatlarni saqlash kerak. Agar ishlagan davri faqat og'zaki kelishuv bo'lgan bo'lsa, pensiya tizimida uni tasdiqlash oson bo'lmaydi. 5-guruh zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar. Masalan, kon, kimyo, metallurgiya, ayrim tibbiyot, transport ishlab chiqarish, issiq seks, yer osti ishlari kabi yo'nalishlarda maxsus imtiyozli staj bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda lavozim nomi, ish sharoiti, tegishli ro'yxatlar va korxona hujjatlari muhim. Odam men og'ir ish qilganman deyishi yetarli emas. Hujjatda aynan qaysi lavozimda, qaysi sharoitda necha yil ishlagani ko'rsatilishi kerak. Amaliyotda ba'zan odam haqiqatan og'ir sharoitda ishlagan, lekin hujjatda lavozim oddiy ko'rsatilgan bo'ladi. Keyin imtiyozli pensiya masalasida tortishuv chiqadi. Endi kim xavotir olmasligi mumkin degan savolga javob beraman. Agar sizning ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, korxona ma'lumotlari arxivda bo'lsa, ish haqi rasmiy to'langan bo'lsa, siz har yili o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirib tursangiz, unda vahima qilishga asos yo'q. O'zgarishlarning maqsadi ham aslida tartibni aniqlashtirish. Ya'ni hujjati joyida bo'lgan odam uchun bu jarayon yengillik berishi mumkin. Muammo ko'proq hujjati chala ish davrlari uzilgan, nomlari noto'g'ri yozilgan, korxonasi yopilgan, chet elda norasmiy ishlagan fuqarolarda chiqadi. Endi istisnolar. Yashirin, nozik jihatlar va odamlar ko'p bilmaydigan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat ism familiyadagi farqlar. Masalan, pasportda Abdullayeva deb yozilgan. Eski mehnat daftarchasida Abdullayeva yoki Abdullayeva Emma deb yozilgan bo'lishi mumkin. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski ish stajini bog'lashda savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa tegishli hujjat. Pasport almashtirilgan bo'lsa, eski ma'lumotlarni bog'laydigan hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. Ikkinchi nozik jihat mehnat daftarchasidagi muhr va imzo. Ba'zan ishga qabul qilingan yozuv bor, lekin bo'shatilgan yozuvda muhr yo'q. Yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan, yoki korxona nomi o'zgargan, lekin bu qayd etilmagan. Bunday mayda ko'rilgan xatolar keyin katta muammoga aylanadi. Men ko'rgan holatlarda odam 7 yil ishlagan, lekin bo'shash yozuvida muhr bo'lmagani uchun qo'shimcha tasdiq so'ralgan. Bu degani staj albatta yo'qoladi degani emas. Lekin fuqaro qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi olib kelish kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat bolani parvarishlash davrlari. Ayollar orasida bu savol juda ko'p. Farzand tug'ilgandan keyingi parvarish davri, dekret ta'tili. Ish joyi saqlangan davrlar qanday hisoblanadi? Bu masala hujjatlar bilan bog'liq. Tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruqlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillar boshidagi hujjatlar bo'yicha ehtiyot bo'lish lozim. Farzandlar voyaga yetgan bo'lsa ham ularning tug'ilganlik guvohnomalarini yo'qotmaslik kerak. Chunki ayrim holatlarda ular pensiya hujjatlarida kerak bo'ladi. 4-nozik jihat ish haqi tanlanadigan davr. Ko'pchilik faqat stajni o'ylaydi, lekin pensiya miqdoriga ish haqi ham ta'sir qiladi. Agar odam hayotida
ayrim yillarda yaxshi oylik olgan bo'lsa, o'sha davrlarni tasdiqlaydigan hujjatlar bo'lishi muhim. Masalan, bir kishi 30 yil ishlagan, lekin oxirgi yillarda oyligi past bo'lgan. Avvalgi yillarda esa lavozimi yuqori bo'lgan, mukofotlar olgan. Agar o'sha yillardagi ish haqi ma'lumotlari topilsa, hisob-kitob yaxshiroq chiqishi mumkin. Agar topilmasa, mavjud ma'lumotlar asosida hisoblanadi. Shuning uchun mening stajim ko'p deyishning o'zi yetmaydi. Mening rasmiy daromadlarim ham to'g'ri aks etgan deyish kerak. 5-nozik jihat pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qilish. Ba'zi odamlar davlat o'zi ko'rib, o'zi oshirib beradi deb o'ylaydi. Ayrim indeksatsiyalar va umumiy oshirishlar avtomatik bo'lishi mumkin, lekin individual hujjat asosida qayta hisoblash uchun ko'pincha murojaat kerak bo'ladi. Masalan, siz avval topilmagan 3 yillik stajni arxivdan topdingiz. Bu hujjatni tegishli tashkilotga topshirmasangiz, tizim o'zi bilib qolmaydi. Fuqaroning faol pozitsiyasi juda muhim. 6-nozik jihat qarzdorlik va to'lovlar. O'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar. Fermer xo'jaligi a'zolari yoki shunga o'xshash toifalarda tegishli to'lovlar amalga oshirilganmi? Davrlar to'g'ri qayd etilganmi? Bu tekshirilishi kerak. Ba'zi odam ro'yxatdan o'tgan, lekin to'lov qilmagan yoki to'lov qilgan, lekin shaxsiy hisobida aks etmagan. Bunday holatda kvitansiya, bank hujjati, soliq organidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar vaqtda tekshirilmasa, keyin men to'laganman degan da'voni isbotlash qiyinlashadi. 7-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Agar pensioner pensiya olib turib ishlasa, uning huquqlari, qayta hisoblash imkoniyatlari, ish haqi va pensiya to'lovining tartibi bo'yicha qonunchilikka qarab holat o'zgarishi mumkin. Eng muhim qoida shuki, ishlayotgan pensioner ham o'z mehnat faoliyatini rasmiy yuritishi kerak. Keyinchalik qo'shimcha staj yoki qayta hisoblash imkoniyati bo'lsa, hujjatlar kerak bo'ladi. Norasmiy ishlash esa bugungi daromadni beradi, lekin ertangi huquqni kuchsizlantiradi. Endi men sizga aniq amaliy yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, JSSH shir raqami, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajin guvohnomasi. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joylaridan berilgan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, ish haqi haqidagi hujjatlar alohida papkada tursin. Hujjatlar eski bo'lsa, ularni skaner qilib elektron nusxasini ham saqlab qo'ying. Telefoningizda rasmga olish ham mumkin, lekin imkon bo'lsa, aniq skaner qilingan nusxa yaxshiroq. Ikkinchi qadam, ish stajingizni ro'yxat qilib chiqing. Oddiy daftar yoki kompyuterda jadval tuzing. Qaysi yildan qaysi yilgacha, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz, ishga kirish va bo'shash sanasi, hujjat bormi yoki yo'qmi? Masalan, 1994 maktabda o'qituvchi, 1994-2000 tuman shifoxonasida hamshira, 2005 xususiy korxonada hisobchi, 2006-2005 yakka tartibdagi tadbirkor. Shunday jadval qilganingizda qaysi joyda bo'shliq borligi ko'rinadi. Bo'shliq ko'rinsa, darhol hujjat izlashni boshlaysiz. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun MyPokogov.uz portali, pensiya jamg'armasining xizmatlari, soliq organlari yoki tegishli davlat xizmatlari markazlari orqali ma'lumot olish mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parol va tasdiqlash kodlarini begona odamlarga bermang. Elektron bazada hamma davrlar to'liq ko'rinadimi? Familiya to'g'rimi? Ish beruvchi nomi bormi? Buni tekshiring. 4-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki shahar arxivida, yuqori tashkilot arxivida, voris korxonada bo'lishi mumkin. Murojaatda aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganman. Ish stajim va ish haqimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Agar lavozimingiz imtiyozli stajga tegishli bo'lishi mumkin bo'lsa, lavozim nomi, ish sharoiti, buyruq raqamlari, ish joyi tavsifi haqida ham so'rang. 5-qadam, ish haqi ma'lumotlarini alohida izlang. Ko'pchilik faqat ish staji ma'lumotnomasini oladi, lekin ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma so'ramaydi. Pensiya miqdorini hisoblashda maosh ma'lumotlari muhim bo'lgani uchun, ayniqsa yuqori daromad olgan yillaringizni aniqlang. Agar 1992-2002 yillarda oyligingiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, aynan o'sha davr bo'yicha ish haqi qaydnomalarini so'rang. Hujjat topilsa,
pensiya hisob kitobida foydasi tegishi mumkin. 6-qadam, xato topsangiz kutib o'tirmang. Masalan, familiyangiz noto'g'ri yozilgan. 1 yil staj ko'rinmayapti, korxona nomi boshqa, to'lovlaringiz aks etmagan. Bunday holatda tegishli idoraga yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, nusxasini saqlang, qabul qilingan sanasini belgilang. Elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Keyin javob kelmasa, shu raqam orqali talab qilishingiz mumkin. 7-qadam, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki malakali huquqshunosga borib, hujjatlaringizni ko'rsating. Menga yana nima yetishmayapti deb so'rang. Bu savolni pensiya yoshiga yetgan kuni emas, kamida yana 2 yil oldin berish kerak. Chunki arifdan javob olish, xatoni tuzatish, sud orqali faktni tasdiqlash kabi jarayonlar vaqt oladi. 8-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababini yozma oling. Ba'zan fuqaroga bu bo'lmaydi deb og'zaki aytishadi, odam esa qaytib ketadi. Men bunga qarshiman. Har qanday rad javobining huquqiy asos bo'lishi kerak. Yozma javob so'rang. Javobda qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi norma asosida rad etilgani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz hujjatni to'ldirasiz yoki yuqori turuvchi organga zarur bo'lsa sudga murojaat qilasiz. 9-qadam. Oilangizdagi pensionerlarning hujjatlarini ham tekshiring. Ko'pincha keksa ota-onalar hujjat masalasida o'zlari yugura olmaydi. Farzandlar esa pensiya allaqachon tayinlangan deb e'tibor bermaydi. Lekin ota-onangizning eski ish joylari, unutilgan stajlari, ish haqi ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Agar qonuniy asos bo'lsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Buning uchun avval hujjatlarni tartibga solish kerak. 10-qadam. Mish-mishlarga ishonmang, rasmiy manbani tekshiring. 25 sentyabrdan hammaning pensiyasi to'xtaydi. Hamma qaytadan hujjat topshiradi. Pensionerlar pulni ololmaydi degan gaplar odamlarni qo'rqitish uchun tarqalishi mumkin. Men ekspert sifatida aytaman. Pensiya masalasida har bir xabarni rasmiy manba, qonun hujjati, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat organlari izohi bilan solishtirish kerak. Vahima emas, tayyorgarlik kerak. Hujjatingiz joyida bo'lsa, sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 25 sentyabrdan keyingi o'zgarishlar atrofida juda ko'p gap bo'lyapti. Lekin eng muhim masala bitta. Pensiya taqdirini hujjat, staj, rasmiy ish haqi va elektron bazadagi to'g'ri ma'lumot hal qiladi. Oldingidek keyin ko'ramiz. Ishlagani ma'lum-ku. Hujjat topilar deb yurish xavfli. Pensiyaga yaqinlashayotganlar bugunoq ish stajini tekshirsin. Pensionerlar qayta hisoblash imkoniyatini o'rgansin. Norasmiy ishlayotganlar esa kelajakdagi pensiyasini o'ylab, faoliyatini rasmiylashtirishga harakat qilsin. Men sizga tavsiya qiladigan eng oddiy ish, bugun kechqurun hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Ish joylaringiz ro'yxatini yozing. Qaysi davr bo'yicha hujjat yo'qligini belgilang. Ertadan esa Davlat xizmatlari markazi, arxiv yoki tegishli idoraga murojaat qilishni boshlang. Bir kunlik e'tibor kelajakda pensiya miqdoringizga ta'sir qilishi mumkin. Sizningcha pensiya tizimida eng katta muammo nima? Stajni tasdiqlashmi? Oylik ma'lumotlarining yo'qligimi? Yoki idoralardagi tushuntirishlarning yetarli emasligimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasi faqat bugungi pensionerlarning emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har birimizning taqdirimizga bevosita bog'liq.